Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Ədəbi anlatış programımızda anlaşılığını qarşı alımız. Bugünkü programımızda yazğıcı Abdurrahim Ötkür'nün Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Uyğanğan Zimin namlıq 2 qismlik tarihi romanının birinci qisminin davamını anlatımız. O yer yutqurlarının zulmüdən qutuladigan iş bolsana. Baratlı cengi barğay. Mən bu yalğız oğlumni öldəgi tutdum. Vallahi kurup kesmez. Sizce bağımın kerki yok. Hey olmadı. Yamanlıktan özünge hemrah bulgay. Sen de kulunu kanlı patırmak ikensen de. Deydin la çok. Hem de kandan kılıbız. Bulanın kanı harısı da toşkan tutulgalıkını unutup kaptı Urgovan. Tömer akamın kabrisini karabas tutken. O kabridin hilimi derya. Hasret nadamet yaşları gitip duruptu. Yığıdın keçip yıkılıp ölgüce meydanda gelişip ölge yaxşı. Ben bir tamcı kıyınım kağıç sokuşumen. Düşmenge el doluduğun hocun yaz. Tıkı anısının karnında dergi düşmedi. Yana bir muhim xabarim shuki, tog'dagi tilchimizning gapiga qaraganda, Xo'ja Niyoz o'zining birinchi darajalik raqibi Yo'lvozni xoinlikda ayblab yo'qotish uchun xufiyani yo'l bilan tutqun qilgan. Ammo Yo'lvoz uning qo'lidan ustalik bilan qutulib ketgan. Natijada bu ikkisining o'rtasidagi ziddiyat texmi keskinlashib, ular endi xuddi it bilan mushukdek oshkora dushmanlashish holatiga yetibdi. Bu bizning baxtimiz. Bo'libmi, mening baxtim. Biroq ikki ishdan ansiravaman. Biri Yo'lvoz Gansuga berib, Majungyangni boshlab kelishi mumkin. Aniq ma'lumotlarga qaraganda, Majungyang Xinjiangdan Gansuga qochib beribla o'zini Jiang Jishining qo'yniga otganmish. Jiang Jishi o'z raqiblariga qarshi kurashda Majungyangdan foydalanish g'arazida uni e'tiborlab, davlat armiyasi tarkibiga kirgizish qo'ydi bo'layotgandak. Undaq bo'lganda, Majungyang markaz tarafidan e'tirof qilingan rasmiy armiya qo'mondoni bo'lib qoladi va qonuniy holda o'z qo'shinini kengaytirish fursatiga erishdi. Bu bangbosh, tavakkulchi munofiq muvofiq paytni tepib, Xinjiangga yana bostirib kiradi. Ikkinchi ish shuki, bahor kelib, tabiiy sharoit bizga o'ngishli bo'lganda, harbiy aslaha va qo'shinning soni jihatdagi ustunligimiz bilan Xo'ja Niyozni oldirtib qo'yishimiz turgan gap. O chaqda Xo'ja Niyozmo o'zining yomon ko'radigan kishisi Majungyang bilan ilojning yo'qligidan til biriktirib, bizga qarshi birlik saf tuzib qolsa, ish texmi murakkablashadi. Mushularni o'ylasam, ko'z oldim qorong'ulashib ketadi. Qadimki va hozirgi zamon faylosoflari aytgandek, shod xuramliq bilan g'am qayg'u qo'sh kezakkan. Amdili so'yinib turg'inimizda meni yana g'am bosdi. Biroq irodali kishi cho'qim maqsadga yetadi. Men irodamdan yonmayman. Nimali bo'lsa bo'lsin, avval tog'dagi o'g'rilarni bosh egdirishim lozim. Yaponiyalik o'qituvchimning gapi rost. Qilich oldida bosh egmaydigan dushman yo'q. Anglashimcha, Xo'ja Niyozning eng muhim xususiyati botirlik, qaram qaysarlik va marganlikda favqulodda mohir bo'lganligimiş. Muhim janglarga o'zi qatnashib, jangning muhim paytlarida o'zi eng oldingi qatorga o'tarmish. Bu xususiyat Majungyangdan bor. Biroq 6500 askar bilan kelganligimizni anglab, Majungyangdek qaysar sarkardimi quyruqini xodi qildi. Halbuki uning qo'shini Xo'ja Niyozning tog'dala va yezi sahrolardan to'plangan odamlarga qaraganda ham ko'p, ham muntazam edi. Shundoq turuqliq, men zodi nimadan ansirayman? Ammo shuni e'tirof qilishim kerakki, men uchun Xo'ja Niyozning o'zi emas, uning milliy ozodlik
va tanglik adolat uchun kurash degan shuari bak qo'rqinchlidir. Uzun o'tmay, uning bu shuari milliy yo'llagan kishilarni o'ziga rom qilib bilishi mumkin. Bu xuddi mash'al ko'targan kishining o'zi g'uvo ko'rinib, qo'lidagi mash'alning yo'riqi hamma kishini o'ziga jalb qilganga o'xshaydi. Chunki bir necha 100 yildan beri Xinjiangni Manju va Xanzula so'rab kelmoqda. Ular hokim millat sifatida hamma huquqni qo'lida tutib keldi. Yerlik millatlar hech qanday huquq va barobarlikka ega emas. Buni bir tarixiy tragediya deyishga bo'ladi. Shundoq sharoitda Xo'ja Niyozning ashundoq shuar bilan maydonga chiqib isyon qilishi haqiqatan qo'rqinchlidir. Shuning uchun Xo'ja Niyozni aşı shuari bilan billa tezroq ujuqtirib tashlashim kerak. Amdilikdagi gap yana shu yaponiyalik ustozimning aytganidek qilishni qandoq tutishdi qoldi. Ay ustoz, bu olamda bo'lsangiz, mendan xush xabar kuting. U olamga ketgan bo'lsangiz, ruhingiz amin bo'lsin. Men sizning shogirdingiz bo'lishga munosib ish qilaman. Darvaqa u o'zining shu yozganlariga binoan yangi bir taktikalik plan tuzib chiqdi. Bu plan bo'yicha birinchidan tutun cheriklarning ichidan 3100 tanlab, Qur'on yarog'larini boshqadan xillab, ularni 3 qismga bo'ldi. Bir qismini Shopol tarafga, yana bir qismini Barkul orqali Nerinkirga, uchinchi qismini qo'zg'olonchilarning bosh shtabi joylashgan Tarati tarafga taqsim qilib, o'zi mushiq qismga bevosita qo'mondonlik qilmoqchi bo'ldi. Ikkinchidan bir necha 100 tuguni harbiy ta'minot karvoni qilib, 2-3 oylik ozuq va o'q to'rini billa mangdirmoqchi va harbiy qismga birdan simsiz radio bermoqchi bo'ldi. Uchinchidan, ma'lum sondagi cherikni shaharda zapas qoldirib, g'arg'an charchagan yoki o'lgan yaralanganlarning o'rniga vaqti-vaqtida saplab turish va lozim topilganda qism bo'yicha shaharga qaytib, biror hafta orom ilib olgandan keyin yana jangga otlanishni belgiladi. Qish ketib, bahor kirish bilan tangla, cheriklar shu plan bo'yicha umumiy hujumga o'tdi. Uzunga barmay, Bashir Bag'dashni tashlab, o'z atrofidagi odamlar bilan Nom tarafga qochdi. Yusuf Tayjimo shu qatorda edi. Yo'lvas Qoraydan ichkarki tog'larga chekinib, bir mazgil qarshilik ko'rsatgach, bir turkum kishi bilan Anshiga, ya'ni Majum yingning qishig'i qechib ketdi. Qolganlar bo'lsa, Hoji bilan Solidurg'a qatorliq kishilarning boshchiligida goh bo'linib, goh to'planib, goh qechib, goh qo'g'lab degandek keskin qarshilik ko'rsatishga boshladi. Bir-biriga zanjir kabi chetilib, birining orqasidan biri cho'qchiyib turgan qatma-qat tog'lar. Cho'chaklardagi kuhiy qoplarning darvozalaridek surlik ko'rinadigan g'orlar. Yilpiz o'g'illardek yo'shirin o'ngkurlar. Ayg'ir otning yolidek qilin o'rmonliqlar. Kirpining tikinidek qo'yuq chatqonliq to'qayliqlar. Qo'yning uchiyidek to'lg'imash tar jilg'alar. Goh 2 putliq bo'lib og'zini ichib turgan iyiqqa, goh etilishga tayyorlanib xirs qilib yotgan yo'lvosga o'xshib ketadigan qo'ram tashlar. Mana bularning hammasi qo'zg'olonchilar uchun boshpana, cheriklar uchun qabrgoh edi. Baxtga qarshi qish kirmayla o'tgan yilning aksicha hech qachon bo'lib boqmagan qahraton so'g'ib boshlanib ketdi. Qor shundoq qilin tushdiki, ba'zi yerlarda otning qorni qorga tegib qoladi. Cheriklar o't qo'yib vayron qilib o'tgan, uy makonlarini tashlab miltiq tutgan kishilar nega borsa, shular bilan birga ko'chib yurgan bola chaqalar oqqar, ko'k muz bilan qoplangan oy dalalarda goh so'g'uqdan, goh ochliqdan qattiq qiynalishga boshladi. Qo'rsiq to'q, bo'yi butun sheriklar bo'lsa, qo'monliq shtabining maxsus buyrug'i bo'yicha atayin shundoq ushoq bolalar va qiyri-churilar ko'proq qismlarni tanlab turib, xuddi podg'i tekkan bo'ridek shiddat bilan hujum qiladi. Yigitlar bir yoqdan bola chaqalarni qo'g'dab, bir yoqdan dushman hujumini qaytarishga majbur bo'ladi.
Ular bundaq chaqlarda tashlag'ili bo'lmaydigan yukni yelkisida ko'tarib, yirtqich bilan qattiq elishayotgan bir afsonaviy palvonga o'xshib ketadi. Uning ustiga ularning o'q xaltillari qurib kelyotadi. O'q yasaydigan Rozi usta bo'lsa, o'zining asbob saymonlari bilan birga zambirak o'qida parcha-parcha bo'lib ketgan edi. Shundaq kunlarning birida Sodiq Qo'rmal tashqi Mo'ng'uldan yana yordam so'rash taklifini o'ttirib qo'ydi. Hoji bu taklifga qo'shilib, Sodiq Qo'rmal bilan o'zining enisi Boqiy Niyoz va Qosim apandi boshliq kishilarni nurg'un oltin, kumush, 20 jup bor gul edi. Bir muncha tulka, bo'ra, sulaysun terillari. Bug'i bo'kan mo'ngizi qatorliq qimmatlik sovg'atlar bilan tashqi Mo'ng'ulga mangdirdi. Ular bir haftaga qolmay boshlari sangilgan holda quruq qo'l qaytib kelishdi. Ularning aytishicha, bu qitim tashqi Mo'ng'ul hukumati yordam berishdan bosh tortganmish. Sababi, yo'lvoz boshliq kishilar Qo'mul xalqi nomidan Ma Chongyingni qaytadan Shinjongga taklif qilgan. Hozir Ma Chongying necha ming kishilik qo'shin bilan yo'lga chiqish oldida turganmish. Hozirdan boshlabla Ma Chongyingning bir qism cherigi Qo'mul tog'larida harakat qilib o'tibdimish. Sizlarning xabaringlar bo'lmasa kerak. Hozir Jiangjishi Ma Chongying qo'shinini atalmış davlat armiyasining 36-diviziyasiga o'zgartib, uni shu diviziyaning komandirligiga tayinladi. Uning ustiga yaqinda Yapon jahongirligi Jungoning sharq-shimolidagi kuch o'lkini qo'ral kuchi bilan besib oldi. Endi Shinjongga tajovuz qilishning yo'lini izlab, Ma Chongyingning qurolli shtabiga o'z jasuslarini kirgizibdi. Mustafa Kamal tarafidan Turkiyadan qo'g'lab chiqarilgandan keyin O'rta Osiyoda qurolliq aksil inqilobiy harakatlar bo'lib, oxir tegishli jazosini tortgan Anvar Pashaning ba'zi qochqin ofitserlari, masalan, Kamal Kozim hozir Ma Chongyingning qishida ekan. Demak, Ma Chongyingdek aksiyatchi, yana sizlarning sepinglarga qo'shilish oldi turgan sharoitda hozir sizlarga yordam bergili bo'lmaydi. Bu gapni anglab, so'rindikilarning rangi o'chib, ko'zlari chaqchayib ketdi. Siz gap qilmadingizmi? Ma Chongying degan lomodi bilan mening pizim pishmaydiganligini biletdingizmi? Albatta bilaman va bilganim uchun bir muncha izohatlarni berdim. Biroq, masala biz o'ylagandek oddiy emas ekan. Hajaka, Jamsin Dorji aytgandek, ham Jiangjishi bilan, ham chet el jahongirligi bilan til biriktirgan Ma Chongying bu inqilobga so'qinib kirib-olsa, tashqi Mo'ng'ul hukumatı bizga yordam berishni albatta xohlamaydi. Chunki ularning hammasi tashqi Mo'ng'ul hukumatiga dushman. Ular dushman bo'lsa, mening nima ko'rim? Yordam bersa menga berdi. Ma Chongyingga beramdi. Undaq odam boshda yordam beramiz deb maydisiga mushlimiz bo'lmamdi. Bu qalmoqlardimmi vafo kelmagidak. Undaq degili bo'lmas ajaka. Bo'ldi apandi. Bermasdan ishi pishmasdan bahona degan jiqlima. Bizga yordam bersa, bekor beramdi. Yana oltin ko'mish lozim bo'lsa, bugun berolmasak, to'gin bermaymizmi? Ma Chongying dushman bo'lsa, Mo'ng'ul degan yo'g'on hukumat askar chiqarib, uning oldini to'sib bo'lmamdi. Qosim apandi unda qilishning texmi mumkin emasligini, ya'ni tashqi Mo'ng'ul Ma Chongyingga qarshi Shinjongga askar kirgizsa, xalqaro qonunga muvofiq kelmaydiganligini tushuntirdi. Hoji bu gaplarga ancha pisand qilmagandek Qosim apandiga ta'tir qarab o'ltirdi. Tashqi Mo'ng'ul yordam bermasa, o'zimizning holi bu tursa, endi qanday qilamiz? Qanday qilamiz deganlar nimasi? Biz boshda hech kimdan bir tal o'q so'ramaymi ish boshlagan. Heylimi bu qalmoqlar yordam bersa, o'lib qolmasmiz. Kech qo'ygan xudo och qo'ymas debdikan. To'g'ri, rost aytdilar. Bo'pti og'aylar. Ular yordam bermasa, yaratgan xudo bizni mushu tug'ilib o'sgan makonlarimizdan, mushu tog'u tosh, mushu dala qirlardan ayirmasini bo'lg'ini. Ya o'lim, ya ko'rim deb maydonga chiqdikmi? Bo'ldi. Oxirigacha ilish ko'ramiz. Biz yolg'iz emas. Maqsud boyning gapiga qaraganda, turpalliq qarindoshlarmi jim yotmabdi. Ondan u yanchiqidan 2 parcha xatni chiqarib Qosim apandiga uzatdi va "Qani o'qing, hammadan anglasin" dedi. Bu xatlarning biri Maqsud Muhitning,
Yana biri shoir Abduxoliq Uyg'urning xati bo'lib, bu xatlarni 2 kun burun yiliqi turpanliq ovchi Habibul akelgan edi. Maqsud Muhitining xatida Qumul xalqining zulmga qarshi qahramoniy kurashlardan ilhomlanib, Turpan, Pichan, To'qsun va Janubiy Shinjongning ba'zi joylaridami inqilob uchqunlari yenishga boshlaganligi. Ili Oltoy taraflardanmi hukumatga xavf yetayotganligi. Jinshurining qishida hech qancha cherik qolmaganlikdan Urumchini qo'g'dash uchun uzunga qolmay Qumuldan cherik yo'tkashga majbur bo'ladiganligi. Mushundaq foydali ahvolda Qumul qo'zg'olonchilari bir necha oy chidashlik beradigan bo'lsa, g'albini cho'qim kapolatga erishtirish mumkinligi tafsiliy bayon qilingan. Shoir Abduxoliq Uyg'urning xatida Qumul qo'zg'olonchilariga yalqinlik salom va madhiylardan keyin mundaq deyilgan. Bugungi Qumul tog'lari bu tog'larda tiz bilan tang qor kechib, dushman o'qiga qarshi ko'krak kerib, orislondek kurash qilayotgan Uyg'ur o'g'lonlari Shinjongdagi ezilgan millatlarning umid mash'ili bo'lib qoldi. Ilohim, bu mash'al teximi yo'rig'ay. Uning yalqini bilan ozodlik tonglari itib, barobarlik, erkinlik bahori boshlang'ay. Bizning ko'zimiz sizlarda, qalbimiz sizlarda. Qonitim bo'lsa, shu tog'lar tomon uchib borsam, shu botir o'g'lonlar qatoriga qo'shilib, lochindak parvoz qilsam, hech bo'lmasa botir azimatlarning jang tulporiga qaraydigan ot boqori bo'lsam koshki. Alhamdulillah shukri. Uyquliq iditqimi o'yg'andi. O'yg'anmoqdala emas, ko'zini ichib, olamga beqib qo'lidagi ko'yza, putidagi kishanni ko'rib, g'azab bilan silkinmoqda. Qo'zg'ilishga intilmoqda. Yaqin orada Qumul tog'laridagiga o'xshash bu yerdimi jang sadolari yangraydi. Jon, o'lim xavfida qoldi. Ko'zlarimdan yondi o't. O'lmasam g'ozi, agar o'lsam shahidlardan hisob. Ko'rgulikni ko'rgulik, ya Abduxoliq o'lgulik. Ikkisining biriga turmoq, har jonga bo'lsin shu xitob. Deb, o'zimni shu jangga allaqachon atab qo'yganman. Ilohim, tot orada didor ko'rishib, birlikda jang qilishni nasib qilg'ay. Amin. O'shara, o'shara! Turpanli qarindoshlarga barakalloh. O'g'il boladek gap qipti. Ularning aytqandaki bo'lsa, Nusrat, cho'qin bizni bo'g'isi. Qani hajim, gap qilsizlar. Farmonlarni basizlar. Biz qanday qilsak bo'lar? Haji Sali Turg'uning gapidan keyin hammaga bir qo'r qarab chiqib mundaq deydi. Endi shu yerga yetdi. Fidoilarga gapning rostini qilaylik. O'limdan qo'rqadiganlar miltiqini qo'yib, o'z yo'liga ketsin. Ularni zo'limayman. Biz bir yerga to'plashib olmay tarqilaylik. To'plashib olgan jaranga o'q oson tegidi. Salidorga kun chiqishda Sodiq Qo'rmol Nerenkir bilan Oriturikda turg'ay. Men mushu taraflarda turay. Shunda qilsak, dushmanning kuchi mo chechiladi. Bola chaqalarni o'qdan saqlag'ili bo'ladi. Mening gapim shu. Buningga hammaylan qo'shildi. Haji shu kuni oqshimi Yo'g'an Gulxon atrofiga to'plangan fidoilarga shu mazmunda so'z qildi. Uning qo'polroq kelgan bum ovozi o'rik va qarg'ay o'tinining yolqinida chiroylari cho'g'daq qizirib, ko'zlari cho'lpandek parqirab turgan kishilarning boshlaridan halqib o'tib, egiz tog'lar bilan qo'rshalgan bir butun jilg'ida yangrayotgandek omonatdi. Uning o'limdan qo'rqadiganlarga ruxsat, miltiqini qo'yib, o'z yo'liga ketsin degan gapiga javoban taraf-tarafdan "Elsak shahid, qolsak g'ozi. Qachon bo'lsa bir o'lim. Bizni opimiz o'g'ilda tuqqan" deganga o'xshash shuarlar guldir momadek gurildab, havoda pulanglagan mo'rt qilishlar chaqmoqdek chaqnab ketdi. Shadapacha qo'shirkanto cheriklardan g'animat olgan yuzi kang o'zi qisqa qilichini pulanglatayotganda Merul Margan uningga havas bilan qarab "Bo'yong chanzidek uzun bo'lgan bilan qiliching Fatma xotinning qingriqidek qisqa ekan, ha? Qilichim qisqa bo'lgan bilan qo'lim uzun. O kunki jangda o'zlarini tegiga besib olgan heliqi pildak yo'g'on cherikning bo'ynini uzgan qilich. Mana mushu. To'g'niya so'r gapga aralashdi. Senza xeyli odam bo'lib qolding, Jumo. Endi go kontrol qilmasan?
endi kantola qilsam, Shingzixuyni kantolab kelaman. Uning Shingzixuy degani Shingsay edi. Shingsay bo'lsa qo'zg'olonchilarni iz qo'g'lab yo'qotish plani bo'yicha bir necha oydan beri xuddi bir cho'ng padining orqasiga tushib olgan, ammo cho'ponlarning tayiqidan qo'rqib, biroqla tegish qilolmay yurgan och bo'riga o'xshash so'kuldab yuradi. Hojining yiliqi tashabbusi bilan qo'zg'olonchilarning qismlariga bo'linib tarqoq turmoqchi bo'lganligi uningga yog'dek yiqishi mumkin edi. Salidurga sal kechikib bo'lsa-mu, buni his qilib, hojiga o'z fikrini aytdi. Hoji uning gapiga quloq solmadi. Aksicha, xuddi uning bilan xo'shlashmoqchi bo'lgandek, "O'zlani Xudoyimga omonat. Pat-pat choparman avatib tursizlar", dedi. Salidurga ma'yus qiyofatda, "Hay, xayr. Nadi bo'lsaq, omon bo'layli", deb o'rnidan turganda hoji mundaq dedi. "So'pimerganni mening yonimda qolsizlar desam, Oyni Saxon qizimdan ayrilanmayman. Onunga ijil bo'p qoptiman. Uni har ko'rsam, rahmatlik manglik balam tirilib kelgandek bo'p qoladi deb unimidi. Uni birinchidan Xudoga, ondan qolsa o'zlariga topshirdim. U go'valni yollardan ayirmasizlar. Aytmoqchi, yana bir gap. Qiz bola degan xom go'shga o'xshash nima? Yig'liq yillari texmi shundoq bo'ladi. Beshini vaqtida o'nglab qo'yganlari yaxshi. Rahmat hojim. Ko'ngillardikini uqdim. Mening g'imim shu. Rahmatlik manglik Niyoz obdan o'g'il edi. Mendan savallik o'tib ketdi. Xudoning o'zi gunohimdan o'tar. Eli bo'lsa-mu kechiktirmay. Salidurga gapining oxirini aytolmay uydan chiqib ketdi. U o'z eli bilan sharq tarafga ko'chib, uzun o'tmay, ya'ni 1932-yili 1-oyning 10-kuni Jinshurin Shingsay bilan Li Xayruga "Hoji Niyozni yo'qolsanglar, Qumul tavasida g'animat ilingan butun boyliq sizlarning tasarrufinglarda bo'lsin" degan mazmunda telegramma avatdi. Qumul tavasida g'animat ilingan butun boyliq. Bu oz gap emas edi. Necha 100 yildan beri 100 minglagan emgakchilarning peshona tarlari bilan ko'z yoshlari badiliga jo'llangan Vang ordisining xazinasi. Ya'ni go'zallarning tishidek yaltirab turadigan unchi marva yitlar bilan cho'qdaq qizirib turgan badaxshon yoqutlari. Baqqalning do'konida dövilinib turgan qo'g'un tovuzdek dövi yombollar. Xumdandagi xishga o'xshash tizib qo'yilgan kesak oltinlar. Yanjib qo'yilgan ko'moqonoq tanillardek dövilinib yotgan kepak oltinlar. Stanokdan quyilib chiqqan tugmiga o'xshash dövi tillalar. Seksek o'tindek qirlab qo'yilgan bug'i bo'ygan mungizlari. Qatar esib qo'yilgan tulka, bo'ra, sulaysun terilari talon-taraj qilinib, harvalarda o'rimchiga mangdirilgandan keyinmi, bu xazinaning xeyli bir qismi Qumul yamulida saqlanib qolgan edi. Uning ustiga tog'larda necha 100 minglagan qo'y, necha 10 minglagan yilqi, kala, tuga o'tlamoqda. Mana endi shu boyliqlarning ko'p qismi hech bo'lmaganda yerimi Shingsayning tasarrufiga o'tadi yoki o'tib bo'ldi. Buning hammasi Xo'ja Niyoz boshliq qo'zg'olonchilarning xuni uchun to'langan haq edi. Dunyoda bunday omadli jallodlarmi bo'ladi ekan? Uni ozdab necha vaqtdan beri do'malangan seri yo'g'inib ketayotgan qor to'piga o'xshash kun sayin zo'rayotgan qo'zg'olonchilar to'pining bir necha bo'lakka bo'linib ketganligi Shingsay uchun omad ustiga omad bo'ldi. U o'ziga kelgan bu qo'sh omaddan qattiq suyungan holda butun kuchini hammadan xatarlik bo'lgan Xo'ja Niyoz hojining qismiga qaratdi. Oxir uni Putoti degan tog'ning qoptildagi tuyuq jilg'iga qapsab qo'ydi. Putoti jilg'isi o'z nomiga loyiq olti tarpi osmon palak qorliq tog'. Ikki qosniqi qatma-qat tog' tizmalari bilan qo'rshalgan Putay jilg'i bo'lg'achqa, u yerdan chiqib ketish hargiz mumkin emas edi. Shingsay egiz cho'qqida durbun bilan bu ahvolni aniq kuzatgach, jilg'ini tinmay to'pqa tutishga buyruq berdi. Va usti
tütek ichida qolgan jilg'iga birdan qarab turgandan keyin chitirga qaytib kelib, tövendagi qurlarni xotira daftariga yezib qo'ydi. Bugun Xo'ja Niyoz bilan 17-chi qitim urushyapman. Bir necha oyga so'zilgan qattiq ilishishdan keyin oxir bu yirtqich yilpizni xalta ko'chaga solib oldim. Qanoti bo'lsa-mu, bu yerdan uchib ketolmaydi. Uning paymoni endi to'shqonga o'xshaydi. U endi zambirak o'qlarda kukim talqon bo'lib ketmagan taqdirdimi? Jo'dan chapqin so'qib turgan bu ajal jilg'isida butun qavmi bilan muzlab o'ladi. Ya bo'lmasa qo'l ko'tarib el bo'ladi. Ay, osmon xudosi. Endi bas. Xo'ja Niyoz bilan 18-chi qitim uchrashganimda ya uning kesilgan beshini, ya shu boshning oldimda eginib turganini ko'ray. Chunki bu urush yana so'zilsa, qolgan cheriklarimdanmi ayrilib qoladigan o'xshayman. Shing Husayning duosi nihoyatda tez ijobat bo'ldi. Oradan bir kun o'tib, chashgoh vaqtida hojining qarorgohi tarafdan oq bayroq ko'targan otliqlar ko'rindi. Shing Husay bu xabarni anglab, muhofazatchilar bilan bir do'ngga chiqib, durbin bilan qarashga boshladi. U o'z qiyosining to'g'ri chiqqanligidan nihoyatda mamnun bo'lgan bo'lsa kerak, quyuq burtini pat-pat silab, kulimsirab qo'yadi. Birer soatdan keyin To'qniya so'r boshliq 3 otliq kishi qurol yarog' ortilgan otlarni yetilib, uning oldiga keldi va 58 tal miltiq bilan bir pilimotni uning oldiga qo'yib, jim qarab turishdi. Hammasi mushumu? Qolganini ati mushugoqda topshiramiz. Bo'pti, men kamchilik qilay. Ammo Xo'ja Niyozga aytib qo'yinglar. Bu qitim meni burtimga chalma tuzaman deb o'ylamasin. Qandoq ahvolga tushib qolganini u mendan yaxshi tushunadi. Anladinglarmi? Shing Husay shu gaplarni qilib etib, bigiz qo'lini shiltib qo'ydi. To'qniya so'r uning bu alfoziga pisand qilmagandek, "Xo'p, ata mushugoqda ko'rishaylik" deb kulib qo'ydi. Shu kechasi hojining qarorgohidagi gulxonlar odatdagidan ziyodaroq lovuldab turardi. Shing Husay buni oydalida tunashga majbur bo'lgan qo'zg'olonchilarning so'g'uqdan daldilnishga qilayotgan chorasi deb tushundi. Darvaqa top-top ushoq bolalar bilan qeri-cho'rilar shu gulxonlarga qoqlanib o'ltirardi. Atrofda osti uchib yurgan qor uchqunlari gulxon yo'riqida xuddi shamolda to'kilayotgan shabdol chechaklarga o'xshash ko'rinadi. Qolgan odamlar qandoqdir ishlar bilan, jumladan oldirib yurib kigiz uylarni yiqitish bilan band edi. Faqat birli kigiz uyda hoji bilan Qosim apandi Xalij xonimning qilayotgan ishiga so'qlanib qarab turardi. Xalij xonim bo'lsa, qora chiroq yo'rqida yung qalamni qora siyohga pat-pat chilab, hojining og'zidan chiqayotgan gaplarni goh o'z beti, goh ancha-muncha tuzitib, birer metr uzunlikdagi oq xasiga yezib o'tadi. Tong etib, qorliq cho'qqilardan chechilgan quyosh nurlari oq shoyiga besilgan zardek yaltirashga boshlaganda, tuto'tin jilg'isi xuddi uzoq yillar uyquga band qilingan tilsimatdek jimjit yotadi. 2-3 kundan buyon necha yuzlagan odam va bir necha ming chorpoyga oshiyona tinmay etilib turgan to'p zambiraklarga nishoni bo'lgan bu jilg'ada endi odam turmoq it mushukning asiri ko'rinmaydi. Faqat yo'g'on qopoq terakning shehri esiqliq turgan bir parcha oq hassa qordan keyingi izg'irin shamolda lapildab turadi. Bu oqshom chiroq yo'riqida Xalij xonimning qo'li bilan ustiga xat yozilgan yeliqi xasi edi. Shing Husay qo'zg'olonchilarning mundaq tuyuqsiz g'oyib bo'lganligini anglab, tomda qaytib qoldi va darhol ho'shini yig'ib, "Bu mumkin emas. Bu mumkin emas!" deb bir cho'qqiga chiqib durbin bilan qarashga boshladi. Uning oq talay kiygan qo'llari titrab, quyuq buriti qimirlab ketdi va shu yerda turibla darhol chorlab kelishga buyruq berdi. Chorlug'uchi qismlar qaytib kelib, yeliqi xasini uningga ko'rsatdi va buningdan boshqa hech nima qolmaganligini ma'lum qildi. "O'qi!" Tungchi xasini chidirning o'tirisiga yeyib, tövandagi so'zlarni qurmi-qur o'qib tarjima qilishga boshladi. "Shingzi Xuy janoblari, bizni
va'dasida turmay qechib ketibdi deb qoyimag'ay. Va'da degan odam bilan odam o'tirsida bo'ladigan ish. Siz bo'ri, biz qo'y. Och bo'rigiza paloni kunning paloni soyitida oldingizga boramiz. Bizni shu chog'da yang deb va'da bergan bo'lamdi. Sizlarning o'tgangi salovat, al bo'lsanglar, apu qilmisizlar degan gapinglar yolg'on bo'lganga o'xshashlar. Bizningmi qo'ral topshirib, al bo'lamiz degan gapimiz yolg'on. Buning vaji shuldirki, bo'ri bilan qo'yning o'ttirsida hargiz rost gap bo'lmaydi. Shingzixoy aytib boqsin. O'tgangi salovat, apu qilamiz degan nima gap? Bu gapchi bo'lganda biz gunohliq o'xshamaymizmi? Biz zoda nima gunoh qildik? Shuncha yillardan buyon put qo'limizni tushab, shillimizga minib, qul qilib kelganlarni ozdab, dinimizni, o'rib odatimizni dafsanda qilib, hatto xotin qizlarimizning iffat nomusiga tegishga boshlaganinglarda buningga chidamasdan dod deganimizmi gunoh bo'lamdi? Xotandagi qo'yga tekkan bo'ri gunohliqmi yoki bo'riga o'q chiqargan cho'pon gunohliqmi? Zodi kimdan apu so'rash kerak? Mubada qo'ral topshirib yaratsak, sizlar rostila o'tgangi salovat demsizlar. Shingzixiymo Yangjangjunga o'xshash kala harvasida to'shqon tutadiganligini kim bilmaydi? Rahmatli Temir xalqining issiq qini elimo burnimizga purab turibdi. Bizda yog'och qozonda osh bir qitimli pishidi degan maqol bor. Buni anglab qo'ying. Endi odam bo'yi qarmuz bilan qoplanib, hamma yerda bigizdek ushliq xodi tashlab cho'qchiyib turgan putoti davundan qandoq ishib ketganimizga kelsak, bu asrarni o'zimiz ichib bamigicha Shingzixoy toki ro'zi mahshargacha buni tigiga yetolmaydi. Shingzixoy ogoh bo'lg'ayki, bizning kindik qinimiz mushu zaminga to'kilgan. Mushu zaminning suvlari onamizning o'g'il suti bilan to'mirimizga kirib, bizga hayotlik bergan. Xolos kalom. Bu zamin bizning onamiz. Onaning quchqi o'z farzandi uchun keng quchoq ochadi. Osmonda soning qarshi ko'ringan hamon to'g'u chig'ida o'z cho'chillarini qanoti ostiga yo'shirdi. Ammo bu zamin uning farzandlarining putqolini tushib, qinini ishmoqchi bo'lganlarni qanoti ostiga emas, qahr g'azibiga oladi. Undaqlarga qorong'i go'r bo'ladi. Mubada Shingzixoy bu gaplarimizga ishonmasa, biz oshqon putoti davundan ish baqqay. Tugidi. Shingzixoy ochiqidan yerilib ketgudek bo'lib, yerda yotgan xasini dissab tepib, "Kaydirib o'tinglar! Hozirni kaydirib o'tinglar!" deb varqiradi-yu, bu fikridan darhol yenib, "Yo'q. Obdan saqlab qo'yinglar. Keyin xo'ja Niyozdan hisobini olaman." dedi va shu on 100 kishi bilan putoti chilg'isiga ot soldi. U chilg'i aralab oldirish ketib o'tib, oldidagi osmon palak davondan ko'zini uzmaydi. Oxiri davon tuviga kelib birdam qarab turdi-da, shtab boshlig'ini hojining bu davondan qandoq chora bilan eshib ketganligini tekshirib aniqlab, yozma ma'lumot yezib chiqishga buyurib, o'zi shu yerga chidirib bargoh tiktirdi. Shtab boshlig'i bir oq o'ris injener bilan 30 dak cherikni boshlab putoti davoniga yomashdi va shu oqshimi Shingzixoyga bir parcha yozma ma'lumot topshirdi. Uningda mundaq deyilgan edi: Isyanchi o'g'rilarning bu davondan ishib ketganligi haqiqatan kishini hayron qoldiradigan bir mo'jiza bo'pti. Bizning mo'ljalashimizcha bu davonning egizligi taxminan 1000 metr keladi ekan. O'g'rilarning iziga qaraganda ular davonning yonbag'ri bilan mengibdi. Davonning yonbag'ri bo'lsa, ushliq munarlardek dingiyib turgan sanjoq xoli toshlarni hisobga olmaganda, xuddi beliq sirtiga o'xshash siliq ekan. Bu yerni qoplab turgan qorning qiyinligi 1-2 chekilib ekan. Ehtimol bu yerlarga odam bolasi hech qachon oyoq besib boqmagan bo'lsa kerak. Qor ustidagi izlar shuningdan dalolat berdiki, bu o'g'rilar oldi bilan ot uloqlarini, undan keyin molvaralarini haydab mangdirgan. Qadam qo'yg'ili bo'lmaydigan ozgonliqlarni tog'dan g'ulab tushgan molvaralarning o'ligi bilan tindirib, ba'zi yerlarga shoxshun bilan yotqizib, ustiga kigiz gilam, yotgan ko'rpa va teri palos qatorliq narsalarni yeyib, yo'l hosil qilgan. O'zlari o'tib olgandan keyin bu yo'lni udulliq buzib mangan.
Qar muz aralash charpay o'tiklar bilan tindirilgan bu yo'lning faqat ozg'ini qismini tekshirishga muvaffaq bo'ldik. Uning qanchalik uzunlik so'zilganligini tekshirib chiqishga faqat imkoniyat bo'lmadi. Tekshirish jarayonida 3 kishimiz g'ulab ketib, qor ostida qoldi. Shingsay bu ma'lumotni o'qib chiqqandan keyin qapoqlari silingan holda qo'llarini orqasiga tutib, tar chedirning ichida xuddi hayvonot bog'chasidagi temir qafasga tushib qolgan bo'riga o'xshash uyon-buyon mengishga boshladi. Bir hozirdan keyin Orqasidan qo'g'lash zodi mumkin emasmi? deb shtab boshlig'ining qarshisida to'xtadi. Shtab boshlig'i yana bir muncha dalillarni ko'rsatib, qo'g'lashning nihoyatda xatarlik ekanligini isbotlab chiqdi. Shingsay ulug' kichiktinib o'zini yig'ma karavotga tashladi. Qolganlar chedirdan chiqib ketdi. Shu tapda uning quliga Jinshurining hariga o'xshash qo'ng'ildigan bo'g'iq ovozi anglanayotgandek tuyuladi. Hojini yozni yo'qotsanglar, qo'mil tavasida g'animat ilingan hamma bayliq sizlarning tasarrufinglarda bo'lsin. Yana bir yoqdan yiliqi qeri polkovnikka o'xshash raqiblarining terisi kulgan bilan go'shi kulmaydigan masxirilik chiroyidagi kinoyilik ifodalar ko'ziga ko'rinayotgandek seziladi. Shuning uchun u o'rnidan sakrab qo'pib asabiylik bilan varqirashga boshladi. Xap hojini yoz, sen meni mal dunyodan mahrum qilding. Raqiblarimga kulgimi qilib berding. To'xtabdi, zamon texi uzun. Bir kuni bo'lmas bir kuni seni shu qarliq tog'laring bilan billa bosh aydirib, bir qo'sh qiningni ishmisam. Shundoq kunlarning birida Jinshurindan Turpan qo'zg'ilib ketdi. Qumolni tashlab, darhol Turpanga lashkar tortdim degan mazmunda jiddiy buyruq kelib qoldi. Shingsay xijolatchilikdan qutulganiga ish-ishchidan xushal bo'lgan bo'lsa-mu, hojining xuni badiliga va'da qilingan hiliqi boyliqning mehridan kechalmay yoki o'zini texmi e'tiborlashtirish uchun bo'lsa kerak, yo'qolan bahonalar bilan qo'mildi yetib oldi. Bosh qo'mondan Li Xayru buni sezgachga nurg'unlagan oltin kumush va javohiratlarni oldiga qo'yib, uning tezroq yo'lga chiqishini o'tindi. Shundoq qilib 1933-yili yanvarning o'ttirlarida Shingsayning bir necha ming kishilik qo'shini qonliq qilijini pulanglatib Turpan tarafga otlandi. Hurmatli radio anglovchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning Uyg'ongan Simin nomli tarixiy romanining birinchi qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Bu nima qilganlari? Mening xodimimni mendan beso'roq etib tashlaydigan huquqni o'zlariga kim berdi? Bundoq deysizlar. U xotin taloq o'zlarining odamlarmidi? 12 ta va 5 shaharni burunqi to'rg'ular so'raydi. Da'vo destekchilari shariat hukmi bilan bo'ladi. Qanzo fuqarolarni o'z ichidan tayinlangan bozor beglari bilan Shanzonglar boshqaradi. Hey, ishon, meni qichiraysiz. İslam içi vatanız. Turpanda İslam içili boğunu ne 200 yıl bulup gitti. Yine nemi kılmaksın? Bu kılıvatınınla yolsuzluk emet mi? Bugünkü programımızın diktorları Dilnigar Hasan, Salihcan Roza Hacı, Mahira Abdurashid, Avaz Texniklar Polat Tursun, Tahir Yasin, Mas'um Muharrir İlham Mahmud, Abdurrasul Abdurrahim, nazoratchi Gulbahor